Assalomu alaykum. Citrus olamining shinavandalari, muxlisalari. Kelayotgan Navro'z ayyomi bilan barchani tabriklayman. Shu o'rinda sizlar uchun maxsus video chiqaraman. Nima deyapti? Gullar. Bahor keldi. Limonlar gulga to'la. Mana gullar. Mana bitta ikkita mevasi ham bor. Mana gullar. Gullagan limon ko'chatlar. Nima deyapti? Oborasiz, ekasiz, buni qopsalaganda tayyor turibdi. Sirazi hosilni olasiz. Bu yil ektushidan yoki kamida 1 kilodan yoki deylik 6 ta 7 tadan hosilni ushaydi. Gullari chaynangan. Bitta qiziq joyini aytaymi? Limonimizda 1 gram ham tikon yo'q, Toshkentda. Ko'chatni bagini ko'ryapsizmi? Birorta dona tikoni yo'q ko'chatimizda. Bunisiga nima deysiz? Ko'chat asarti. Soni cheklangan xolos. Siraz aloqaga chiqsangiz, siraz jo'natamiz yoki olib ketasiz tanlab. Bu ko'chatdan 800 atrofida bor xolos. Juda ko'p emas. Bo'yi 1,5 metr atrofida, 1,60 atrofida, 1,50. Ma'lumot uchun qarang. Tikonsiz limonni qattiq ko'rgansiz. Tikon qismagan limonni gullaganidan. Ekaman desangiz, qoplari turibdi. Qopni yirtasiz, qop andirazvi, sirazi hosilni olasiz. Bunaqa videoni faqat sizlar uchun chiqarmoqchi edik. Shu Navro'z bayramiga yaqin bu vaqtda. Sababi 10 kundan ziyodroq vaqtimiz o'tdi. YouTube'ga video qo'yganimiz yo'q. Payvand ishlari bilan qalamcha qilish vaqti bilan ketib qoldi ancha vaqtimiz. Nima deyapti? Limonlar. Chamanzor ichra, gullar ichra, limonlar. Mana. Xo'rozimiz qichqiryapti hali ham. Nomerlarimiz o'sha ofisinada bor. Aloqaga chiqaverasizlar. Bu videoni Toshkentlik hoji akalarimizga jo'natib qo'yamiz. Ular bundan ko'chatni sevishadi. Narxini kelishamiz. Nomerlarimizni ko'pchilik biladi mana. Ko'pchilik kontagida ham bormiz. Ya'ni kontagimda ham bir 10 mingga yaqin odam bor. Aloqaga chiqinglar, yetkazib beramiz, ekib beramiz, tanlab olib ketishlaring mumkin. Barchaga rahmat, sog' bo'lasizlar. Navro'z ayyom muborak bo'lsin butun O'zbekiston xalqiga. Yashil makonda yam-yashil, tikonsiz, gullagan limon ko'chatlar nima deyapti? Sog' bo'lasizlar.